Savollar o'tsak bo'ladimi? Boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi aka. Evet. Boshlaymiz savollarni. O'zi Davrxon Karomatov kim? Bu muxlislarga, muxlislarimiz ko'p tanishtirib o'ting. Davrxon Karomatov el qatori odam. Sport ichida buni qaraganga esimizni tanigandan beri sport ichidamiz. Sport bilan yashayapmiz. Shu bog'cha vaqtimizdan boshlab shu davra kurashlaridan boshladik. Katta bo'lib judoga asta niyat qiluvdik. Ota-onamiz, qavm qarindoshlarimiz shu duo qilib qo'llab turishdi. Yana harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa kelgusida Los Anjelesda ham oltinni olishga. Oltin olingan ham 2028da Xudo xohlasa. mumkin. Davrxon, bolaligingiz qanday o'tgan? Sportga qiziqish qachon boshlangan? Aka, bizda sportga bizani sulolamizda o'zi hammasi sportchi bo'lgan. Misol buvalarimdan tortib amakilarim, dadamlar hammalari sportchi bo'lishgan. Shu uchun sizga umumiy qilib aytsam, o'sha vaqtlar nomdor polvonlardan bir 100 yillik davrdagi odamlar polvonlar bilishadi u narsani. Ibrohim polvon degan polvon bo'lishgan, Kattaxon Karomatxon bog'larimiz olishgan. Bu ham ikkinchi jahon urushlariga qatnashib kelganlar. Dadamlar 5 aka uka bo'lishgan, 5ovlari ham olishgan. Shu davraga olib kurashib, musobaqalarga qatnashish. Dadam SSR chempioni bo'lganlar harbiylar o'rtasida sambo bo'yicha. Keyin Obdon akam Obidxon Karomatov rahmatli bo'lganlar, u kishi olishganlar. O'zbekiston chempioni bo'lganlar erkin kurashdan. Keyin Mahsam akam Olmos polvon bo'lganlar, hozir ham borlar. Olmos polvon borlar, Chandir tomonlardan, Pomoq Chandir tomonlardan, Mirishkor tumanidan. Olmos polvon, Tag'an polvonlar. Shular bilan olishib nima qilishgan. Odlam akam chiqib sulolamiz hammasi polvon bo'lgan. Shu keyinchalik eng hozir oxirgisi demaylik, o'rtalikda olib yurgan men bo'lib qolyapman. Shu 4 yoshimdan boshlab shu o'zim ham eslamayman, shu videolarni ko'rib ana qilaman. 4 yoshimda birinchi marta kurashgan ekanman. 3,5-4 yoshimda. O'shandan boshlangan. Unga ham asosan qarindoshlarimiz, oilam, dadam, onam katta turtki bo'lishgan. Dadam shu yoshligimda ertalab bomdoddan oldin yoki keyin chiqarib yugurtirib kurashga birinchi qadamni dadam tashlatganlarda. Eshitganman, dadangiz haqida sizni juda qattiq rejimda qo'ndiroq yasamoqdan. Hozir ham shunday. Hozir ham shunday. Va bir ikki kurashlarda hozir ham shunday. xotira turnirlarida ko'rganman, kurashishganingizda dadangiz sizda ko'zini uzmay turadi-da. Shunday. Vujudi bilan sehrab turadi. Aka, men bir narsani uzr gapsiz bo'ldim, tushunib yetdim bu unga. Polvon faqat o'zi uchun harakat qilsa polvon bo'lish qiyin bo'ladi deb o'ylayman-da. Faqat o'zi uchun, o'ziga faqat mana bu marraga erishsam bo'ldi degan maqsad bilan harakat qilsa, o'sha marraga ham yo yetadi yo yetmaydi-da. Lekin uni orqasida turtki beradigan ota-onasi, ustozi, yana kimdir bo'lib o'sha turtki berganda ham qanday? Misol, o'sha mana hozir siz aytasiz-ku, siz olishganda dadangiz tura olmayotganlar chidab, faqat e'tiborlar sizga bo'ladi deganingizda
Shu aytganingizda kimdir sizga siz uchun kimdir ko'p narsadan voz kechganda siz ham shu ota-onangiz uchun, oilangiz uchun hamma narsadan voz kechib o'sha tanlagan yo'lingizdan ketishingiz kerak. Bir narsaga erishib, oilangizni, orqangizdan duo qiladigan yurtingizni ishonchini oqlashingiz kerak-da. Faqat o'zim bo'lay desangiz ko'pga bormaysiz deb bilaman-da. Chunki o'zingizni marrangiz misol O'zbekiston chempioni bo'lsa, joyi keladi, travmalar deb, mani sportim shu ekan deb qolasiz. Lekin sizga dalda beradigan dadam misol menga aytarlar-da, sportchi travma bilan-da. O'g'lim har bir to'y kurashda travma olardi. Tabibimizga borardik, Kosonda tabiblar ko'p bilsangiz. Sen shu serqatnov bo'lib qoldingda, to'y sezon boshlandimi deyman-da deb. Har kuni bir joyimni joyiga qo'yardi, yana ertasi kuni kurashga ketardik. Agarda o'sha vaqtlarda dadam yig'ishtir o'g'lim, buncha jarohat senga kerakmi? Onam o'g'lim shuncha qiyinchilik, shuncha azob senga shartmi? Yig'ishtir, nima qilasan? Undan ko'ra bir kasb tut deganlarda shu yurardim. Men ham mehnatni aybi yo'q, lekin o'sha o'ylagan maqsadimga intilmasdan o'sha yerda o'zida topib qolardi demoqchiman-da. To'g'ri, endi jiddiy savol beraman. Qara zudoga qanday kirib kelgansiz? Qanday qara zudoga o'tib qolyapsiz? Ko'pchilikka qiziq. Qara judoga aka, men bo'lmasa boshidan boshlaganmiz ma'qul. Shunday bo'laylik. 2000 o'zim endi professional dadam o'zlari shug'ullantirganlardan tashqari, yana o'zlaridan tashqari misol faqat men bilan shug'ullanib ro'zg'orga qarab masala u ham bo'lmas. Shuning uchun bitta ustozga biriktirdilar, Bekzod Vositov ustozimga. 2005-2004-yillarda 2005-2006 shu atroflarda biriktirdilar. 3 yil Bekzod Vositovda ustozimda shug'ullandim. Keyin bir kuni qo'limdan yetalab bomdoddan namozdan chiqdik, amakimni oldiga keldilar. O'g'lim endi u vaqt futbolga ham borardim, ham kurash, ham futbol. Keyin shunda aytgandilar, bitta yo'nalish tanla, yo futbol yo kurash dedilar, lekin og'zingdan chiqqani seni kelajaging bo'lib qoladi dedilar. O'sha yo'nalishdan oxirigacha ketamiz dedilar. Endi yoshmiz, unaqa yosh bolaga siz bunday tanlov qo'ya olmaysiz, lekin dadam qo'yishga qat'iy qilib shu yo'nalishdan oxirigacha olib ketishga harakat qilganlar-da. Amakim endi ko'p polvon bo'lganlar, men aytdim kurashchi bo'laman dedim. Uyga borib, dadam amakim mollariga aytdim futbolchi bo'laman dedim. Ishqilib, yo'q dedilar, o'g'lim og'zingdan chiqqani bitta gap, shuni o'zi yetadi dedilar. Olib Chirchiqqa topshirdilar. Egamnazar Akbarov, Bobomurod Akbarov degan aka-ukalar bor. Egamnazar Akbarov bilsangiz, Afina Olimpiadasida qatnashganlar. Adashmasam. Judo bo'yicha. Shu kishini qo'llariga olib kelib qo'ydilar. Bu yerda 3 yil shug'ullandim. Chirchiq Olimpiya zaxiralariga topshirdim. 2 yil mobaynida keyin kira olmadim. Keyin Respublika Olimpiya zaxiralari kolleji Chilonzordagi u yoqqa borib qo'ydilar. O'sha yerlarda o'qib yurgan vaqtim ungacha o'zi shu Chirchiqda vaqtim ko'zdan ozgina muammo bo'lib yurardi. Keyin bu yoqqa o'tdik. Respublikalarni yutdim, O'zbekiston chempionatlarini. Asta-asta o'shanga qarab zreni ham ketdi trenirovka mashg'ulotlar jarayonida. Keyin 2-3 marta respublikani yutdim, milliydan 2-3 marta yutdim. Keyin oxir litsenziyani bilsangiz, o'sha vaqtlarda universitetga budjetga kirish uchun bitta respublika chempionati bo'ladi, o'shani yutgan odam faqat kirardi u vaqtlarda. Shunday. 3-kursimizda qatnashgandik, shunda shu litsenziyani yutib o'qishga yo'llanma oldim. O'sha yerda telefon qilib, ungacha Ulug'bek Azizov degan aka tonisangiz kerak. Judoda Muzaffar treneri. Alo. Assalomu alaykum aka. Usmonbek hozir gapini tugatib olsin, keyin savol berasiz. Mayli aka. Muzaffarni ustozi bizaga ham akada odamlarda u kishi yoshligimizdan shu yonimizda bo'lganlar, orada o'qiganimizda shu kishi aytib qo'yganlar.
Parazuda yo'nalishi bor, zrenasi pastlarga, ochko toqadiganlarga degandilar. Bo'ladi aka, deb ungacha dadam bu yoqdan Qarshidan shu yo'nalishdagi odamlarni topib O'zbekiston chempionatiga olib bordilar. O'zbekiston chempionatini yutdim. 2001-marta 14-yil yutgandim. 2017 ham bitta O'zbekiston chempionatini yutdim. Keyin birdaniga o'sha qatori o'sha litsenziyani yutib uyga yurgandim. Keyin telefon qilishdi, Osiyo chempionati bo'ladi O'zbekistonda birinchi marta 2017-yil o'tgan. U tarixda birinchi marta O'zbekistonda o'tgan Osiyo chempionati. Hali yosh edim, 17 yosh bola edim. 18 yosh edim. Bunda qatnashib ikkinchi o'rinni olganman 70 kiloda. Shu parajudoga kirib keldik-da. 2017-yilda birinchi marta kelganman. Muxlislardan savol bor ekan. Islombek bering savolni. Aka, to'y kurashlarda ko'rinmay qoldingiz. To'y kurashlar musobaqamiz boshlandi. O'ziga yarasha sabablari ham bor to'y kurashda qatnashmasligimiz. Lekin musobaqalarimiz asosiy yoz bizada. Biz mana bugun kundan keyin jahon chempionatimiz boshlanadi. Alo, assalomu alaykum. Davur polvon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozirgi kecha kunduzda qayerda shug'ullanyapsizmi yo ishlaysizmi? Hozir faqat trenirovka. O'sha Qarshida musobaqa. Yo'q. Hozir Toshkentda biz Zborda. Zbordan bo'sh vaqtimiz shu Kosonda o'zimizni zal bor, o'sha yerda shug'ullanamiz. Qarshiga Olimpiyskida ham o'sha Paralimpiya bor hozir. Ha, bor ochilgan deyishgandi. Siz xabaringiz yo'qmi? Shuni bir so'ramoqchi edim. Yo'q, bizlarda sport maktabi zalida shug'ullanamiz biz bu yerda Kosonda. Qarshi Olimpiya zaxiralarida ham ochilgan hozirda. Shuni so'ramoqchi edik-da, kim bironta xullas Olimpiyskiga borib aniqlik kiritsa bo'ladi-da bunga. O'qishga kirishganmi nimaga? Ha, o'qishga kirdirishga. Ha, u yerda borasiz. O'zlari qarashadi, shu doktor xulosalarini olib qabul qilishadi. Yana bitta savol beray. Keyin qizlarga nima deysiz? Paralimpiyaga qizlar bo'yicha. Nima deyishim mumkin aka? Hammasida ham mana shu dzyudoga shug'ullantirsa olib ketadimi? Qizlar ham rezultat xullas yaxshi nima bera oladimi demoqchiman-da. Aka, mana Tokioda bitta kumush, ikkita bronzani qizlarimiz oldi. Rioda ham xuddi shunday. Parijda bitta kumush medalimizni qizlarimiz oldi. Doimo parajudodan qizlarimiz rezultat berib kelyapti har bir olimpiadada. Yaxshi. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Davur aka, oxirgi to'y siz Botir aka qildingiz. Tushunmadim. Oxirgi to'y kurashingiz deyman. Ha. Shundan keyin ko'rinmay ketdingizda, shu oxirgi to'y Botir aka bilan kurashib yiqilib edingiz. Esovoydami? Ha. Aka, uni videoni ko'rsangiz o'z xulosa chiqarasiz. Balki sizni fikringizcha yiqilgandirman, kim boshqasining fikricha yiqilgandirman. U davra u. Hammaning fikri har xil. Botir polvon misol tashqaridan kelgan, Surxondaryodan keladimi, qayerdan kelsa ham shu bo'yi bilan shu olishib berib, halol yiqitib yo gap qisasi chetdan kelgan har qanday polvon bilan olishib beryapti. Biz ham bir olishib ko'rdik. U xalqning o'zini fikriga. Kirsangiz YouTube'ga bor. Shundan keyin ko'rinmay ketdingizda, yo yaxshi, men sizni yomon kurashdingiz ekanmi aka? Yo'q, men yomon kurashdim, yaxshi kurashdim demayman, prosta bergan savolingizga javob beraman-da. Xo'p, keyin savol yo'taymi? Hozir to'ylar qo'ymayapti aka. Islombek. To'ylarga yo'q, to'ylar qo'yadi, nima uchun qo'ymaydi? O'zim xohlamayman. Saboq oldi, jarohat kerak emas.
Islombek Davudxon Karamatov sborlarda yuradi. Shuning uchun to'y kurashlarga uncha chiqmaydi-da. Xalqaro maydonda savol beravering. Xo'p, Davudxon, keyingi savolim. Tokio 2020da kumush medal olgansiz 81 kilogram, to'g'rimi? Mhm. Shunda finaldagi mag'lubiyatda nima his qilgan? Nima bo'lgan? Nima his qilgan? Aka ikki oyog'ida turgan har kim ham yutqar ekan. Biz o'sha vaqt ozgina o'sha olimpiadagacha bo'lgan davrda ko'p musobaqalarda faqat oltin olgandim. Baribir bo'ladi, odam ko'nglida shayton bor-da. Yutqarmaymiz degan fikr bo'lganda, mendan zo'ri yo'q-ku degan fikr bo'lgan. Lekin bir narsani baribir har qanday polvon ham yiqilmay yurgan polvon ham bilishi kerak. Polvon yiqilib polvon bo'ladi. Hech kimni yiqilmaydi deb aytib bo'lmaydi. O'sha yerda his qilganim endi u til bilan ta'riflab bo'lmaydi aka. Chunki siz chiqyapsiz, oltiniz kumushga aylanyapti. Bir qadam qo'yganda bizga. Ha, bir qadamga yutqaryapsiz, bu juda alamli bo'ladi. Lekin bir tomondan xursand bo'lganim, u xursand bo'lib keyinchalik anaqa qildim. O'sha yerga bormaganlar qancha aka. Masalan, minglab polvonlarimiz bor O'zbekistonda, minglab polvonlar bor. Mana shu yerda hozir Davurxon polvon ukalarimiz qiynab turibdi. Niyatlari shu olimpiadaga, Jahon arenalariga chiqayotgan xohlagan polvonlar eshitibdi. Shuning uchun savol beryapman. Biz odam mag'lubiyatdan keyin yana oyoqqa turishini aytasiz. Qayta kelish qiyin bo'lmaydi aka. Men boshida aytdim-ku. Ota-onam doim yonimda bo'lishgan, doim qo'llab turishgan. Shuni hisobda hech ham misol orqaga chekinaman bo'ldi, sport tashlayman degan vaqtimda dalda berib o'sha joyda turg'izib ketishganda, u tomondan men ko'p qiynalmaganman. Qayta sportga kirib kelishga. Los Angeles 2018da oltin bo'ladi. Inshaalloh degansiz. Siz uchun eng og'ir va eng quvonchli bellashuvlar qaysilari bo'lgan? Eng og'iri mana shu oxirgi Parijda bo'ldi. Yutib yurgan raqibimga yutqarib qo'ydim. O'z xato qildim. O'shanga yarasha aytadi-ku, nimaga hurmat qilgan bo'lsang, shunga erishasan. Bir tomoni bor, Xudoni bergan rizqidan bir qadam oldinga ham keta olmaysiz, bir qadam orqaga ham. Nasib qilgan ekan, Parijda bronza medalni oldik. Shu eng alamli yutqarganim menimcha shu olimpiada bo'ldi Parijda. U Tokiodan ham. Yo, to'g'ri. Bronza medal oldingiz. Juda xafa bo'ladigan natija bo'lmadi, chunki baribir yutib keyingisini g'alaba qozonib medal oldim. Lekin qanday aytsam, xuddi boya aytganimda o'zimga ishonch bilan chiqib, yutqar mag'lubiyat bilan chiqib kelganman. O'sha va eng xursand bo'ladiganim mana shu hozir niyat qilib turibman. Los Angelesda oltinni olsam, mendan xursand odam bo'lmaydi, xudo xolasa. Inshaalloh. Niyatlaringiz uchun Allohim duodamiz sizlar. Rahmat katta. Qarang, ana shu Dudoga tushishdan oldin, Dudo jangga tushishdan oldin. Psixologik tayyorgarlik qanday bo'ladi? Bu narsa aka bosimda agar yengib o'ta olsangiz, bu mana sizga bir narsani aytaman. Musobaqaga chiqishingizdan oldin har bir musobaqa o'zini bosimi bor, lekin olimpiadani bosim olib bironta musobaqa his qilganim yo'q. Lekin har qanday musobaqaga ham chiqib bosimini yengib oldimmi, olimpiadanikini hali unchalik bosib olganim yo'q.
bosim juda kuchli bo'ladi. O'zi sizlarga qandaydir psixologlar biriktirilsa kerak-da. Biriktiriladi, o'shalar picha ozroq yordam, lekin baribir eng katta psixolog o'zingizsiz. Tayyorga chiqasiz, sizga shu orqangizdan duo qilib turgan ta'm qarindoshingiz, ota-onangiz, xalqingiz turibdi. Tayyorga chiqqaningizdan keyin siz birsiz, raqibingiz, to'rttaga sizga madad Xudodan. Bizda savol bor ekan, Mirkomil Murodov. Mirkomil aka, bering savolingizni. Alo, Mirkomil aka. Xo'p, kimdan savol bo'lsa bersin savollarni. Savol. Ayting. Nima savol berdi? Nasıl savol berdi? Javob berdim. Xo'p, agar o'zim savol beraman, shaxsiy hayotingizga o'tamiz. Qarang. Bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtingiz. Bo'sh vaqtimda asosan futbol, yana shu o'zimizning sport, futbol, keyin hozir shu anavi qilyapman. Dam oladigan joy, trenirovka mana yozda masalan issiqlarda qiynalib shaharning ichida emas, daryon bo'yida hozir xudo xolasa yer olgandik, o'shani asta-asta yoshlarni ham o'zimda tayyorlanishim uchun sharoit qilib o'sha yerda taxlayapmiz. Hozirda o'sha yerda taxlab, shu yosh avlodni ham trenirovka qildirtirib, maqsad shuda. Norka bo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Hammaga yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Uydagilar, dadalaringiz zo'rmi hammasi? Xudoga shukr, rahmat. Xursandmiz Davudxon sizdan. Mana shu yosh avlod polvonga albatta maslahatlaringiz, dunyo sahnalarida o'zingiz O'zbekiston xalqining bayrog'ini ko'taryapsiz. Siz bilan biz faxrlanamiz. Rahmat katta. So'rayman aka. Rahmat. Duo qilib turinglar. Xohlasa kelingizlar. Oltinni ham olib kelish nasib qilsin Olimpiadani. Malades, bor bo'ling. Butun O'zbekiston xalqi siz bilan faxrlanadi. Chunki siz o'zbek buyuk xalqning bayrog'ini balandga ko'tarib madhiyasini yangratasiz. Siz bilan faxrlanmaslikning o'zi bu xato. Rahmat katta aka. Siz ham bizga ustozsiz. SSS milliy kurashdan zborlarni o'zingiz o'tkazasiz. Unda rahmat. Yosh edik. Kam ko'stimizni o'rgatgansiz o'zimiz. Ustozligingiz ko'p singanmiz aka. Rahmat. Davudxon, yana keyingi savolim, sizningcha haqiqiy sportchining eng muhim sifati nima bo'lishi kerak? Qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak? Eng muhim sifatlar. Aka faqat sportchi emas, chunki sportchi desangiz faqat sportchilarga taalluqli bo'lib qoladi. Bu butun o'zimizni yoshlarga ham anav qiladigan haqiqiy inson deylik. Amir Temur bobomiz aytganlarida adolatli yondashish kerak har narsaga. Keladigan boshingizga kulfatga va mag'lubiyatga bu sportchi deganingizga
boshingizga keladigan kulfatga yoki biror bir mag'lubiyatga to'g'ri kelib qolsangiz, xudodanligini bilish kerak-da. U sizga nasib qilgani bo'ladi. Siz mag'lubiyatga uchradingiz, o'sha kuni siz peshonangizga o'sha narsa yozilgan. O'sha narsaga ko'nish kerak. Siz cho'qqiga chiqib ketgan vaqtingizda ham shu darajada bo'lib ketsangizki, sizni odamlar boshini ustida ko'tarib urgan taqdirda ham bilingki, anonimiz to'proqdan-da. Hech kimdan ustun bo'la olmaydi. Shu insonligimizni unutmasligimiz kerak. Hamma ham xato qiladi, hamma ham nima deydi? Mag'lubiyatga uchraydi. O'sha xatoni to'g'rilab, oldinga intilishni bilish kerak. Kelgusi misol o'sha musobaqada mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, kelgusida o'sha xatoni takrorlamaslik. O'zi keyingi savolingiz shunga bog'liq edi. Yutuqlar ortidan kelgan mashhurlik sizni qanday o'zgartirdi? Yutuqlar ortidan kelgan mashhurlik sizni qanday o'zgartirdi? Savol bermoqchi edim-da. Aka, nafsiz bormi? Burningiz ko'tariladi. Oz bo'lsa ham 3 oy, 4 oy sizga aytamanki, meni hayotim oilam bilan, sportim ham oilam bilan chambarchas bog'liqda. O'sha burnim ko'tarilib, birinchi olimpiada, misol uchun bo'ladi, odam borki, nafsi bor, kibri bor, kibrga berilgan vaqtimiz ham bo'ldi. 2 oy, 3 oy dadamni o'zgarishimni ko'rdilar. Qavurg'ani ikkita siladilar, qo'pol qilib aytganga. Joyimizga tushdik-da. Bu bor narsa. Sportni ham tashlab qo'ydim aka, 3 oy, 4 oylab. Bo'ldi, men ekanman, o'sha narsa, o'sha odam men ekanman degan fikr ham o'tdi. Lekin o'sha yoningizda turgan odamlar sizni kimligingizni eslatib tursa, kibr ham, o'z burun ko'tarilishi ham bo'lmaydi menimcha. Keyingi savolim, ko'pchilik sizga havas qiladi-da, ko'pchilik yoshlar bor. 11-sinf, 10-sinf atrofidagi yoshlar bor. Havas qiladi. Bu sizga qanday mas'uliyat yuklaydi? Aka, avvalambor hozirda bunchalik men ularga o'zimni jiyanlarim hozir menga qarab siz aytganda o'sib kelyapti. Men shu dadam menga qanday yo'nalish ko'rsatgan bo'lsalar, shunday. Misol, xato qilsa urishib, yo qilma shu narsani. Yo joyi kelsa to'g'ri tushuntiradigan joyi to'g'ri tushuntirib, kamchiliklarni aytib, so'ng qanday desam sizga? O'zim chunki amal qiladigan ishligini ayta olaman-da, o'zim amal qilmagan ishga bir nima deya olmayman, chunki o'zim qilgan xatoni shu narsani takrorlashmasin. O'zim qilgan misol o'zimdan kelib chiqibgina bir nima deya olaman o'sha yoshlarimizga ham. Misol ota-onasiga quloq solsin, birinchi ochratda ota-onasini hurmat qilgan birovga qilmaydi, yomonlik tilamaydi. Nomardlik qilmaydi ikkinchidan. Misol nima deydi? Ustozlarini, o'zidan katta bo'lganlarni hurmatini joyiga qo'ysin. Ustozlarning aytganini doim chiqmasdan, misol mana shu kun bir trenirovkada 5 ta brosok qilgin dedimi, o'sha narsani qilib chiqib ketish kerak. Chunki ustoz bir narsani bilmasa aytmaydi. Agar oddiy hayotda ham misol yosh bola boshlanishiga otasini pulini so'ramay oladi. Agar uni tek qo'yib bersangiz, keyin boshqanikini oladi, asta-asta noto'g'ri yo'lga kirib o'rbilib ketadi. Agar o'sha yerda otasi oldini qaytarsa, o'sha yerda to'xtaydi. O'sha xatoni qilmaydi. Shuning uchun ota-onaga quloq solish, ustozlarga quloq solish deb bilaman. Yoshlarga maslahatim. Atrofdagi bo'ladigan, misol sizni ig'vo qiladimi, orqangizdan gapiradimi, sen kuchsizsan deydimi, yo sen kuchlisan, sendan zo'ri yo'q deydimi? Ularga e'tibor bermaslik kerak. Chunki inson bor, insondan ustun bo'la olmaydi. Misol ertaga mendan kuchli minglab odamlar bor. Men ulardan kuchliman deya olmayman-da. Lekin mendan
Sizlar bilan bor, misol ozroq qanday tushuntirsam sizga, kurashishni o'xshamagani bor, misol kurash masalasini olsak, ularga ham erta sen kuchsiz sportchisan deb aytolmayman, chunki erta shu kuchsiz mendan kuchli bo'lib ketishi mumkin. Hozir men yutolmagan odamlar erta menga mag'lub bo'lishi mumkin. Shunday. Shuning uchun shunaqa gaplarda. Ha, bo'ldi. Hozir mana Sizni savol ekan. Sizningcha paralimpiya sport turlari, olimpiada 8 ta paralimpiya sport turi kiritilgan ekan. O'zbekistonda qanday rivojlanyapti? hozir faqat paralimpiya emas, sportni hamma turi ham rivojlanib ketyapti. O'zbekiston sportda men degan davlat bilan qanday desam, tortishib sport masalasida deyapman. Bahslasha oladigan darajaga yetgan. Har qanday sport turida ham. Futbolchilarni ko'ryapsiz mana. Avval futbolchilardan nolardik. O'sish bor. Stol bokschilarni endi aytmasak ham bo'ladi. Hozir mana sudayslarimizni ko'ryapsiz. Karatechilarimiz bor, mayli olimpiadaga kirmagan bo'lsa ham hali, lekin karate ham hozir juda ham rivojlangan. Har bir sport turi O'zbekistonda davom etadi. Milliy kurashni aytmasak ham bo'ladi. Zohid polvon, buyog'i Bektemir polvon. Kuzatib turasizlar bularni. Sherali akalar. Sherali akalar afsona. Ular amaldagi afsona-da. Shunday. Ular amalda o'zini ko'rsatayotgan afsona insonlar. O'zal 40 yoshda mana bu darajada olishib yurgan odamni kamdan kam ko'rganman. Kelajakda murabbiylik qilish niyat bor. Biz umuman kelajakda rejalar qanday? Kelajakda nasib qilgan bo'lsa shogird chiqaramiz, xudo xolasa. O'zimizga yaqinroq joylardan bir zal ochib. Endi ungacha hali bor aka, chunki hozir men trenerlik bir o'rtaga qilgandim, bolalarimni to'g'ri oxirigacha olib keta olmadim-da, boshqa murabbiyga topshirdim. Hali sportchiga emas ekan ustozlik qilish. Uni maslahat berishimiz mumkin, hozirdan beraman. Chunki men hozir Los Anjelesga niyat qo'ydim, xudo nasib qilgan bo'lsa, Tokioda ham shu bitta olimpiadan o'tkazib olsam bo'ldi degan xayol yurardi. Lekin mana hozir xudoga shukr 3-chisiga tayyorlanyapmiz. Niyat qilyapmiz. Balki 3-chisi 5-chisiga aylanar, balki 3-chisi bilan yakun topar, 4-chisiga aylanar. Shuning uchun hali planlashtirganim yo'q. Para sportchilar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Agar para sportchi hammaga bir xil sharoit. Pitaniya misol uchun sportchi uchun kerakli bo'lgan pitaniya, vitaminizatsiya, yana nima dey, trenirovka 2 mahal, yotoq joy, misol gostinitsalarga joylashtirishadi. Doimiy siz boya aytganingizdek psixologlar nazorat qilib turishadi. Qanday tushuntirsam sizga? 6 oyda bir marta butun sochingiz uchidan oyog'ingiz uchigacha tekshiruv umumiy. Sportga e'tibor 100% bajariladi-da. 100% bajariladi. Respublika tomonidan, davlat tomonidan bajarilyapti. Endi savolim, qarang, bizni qiynab o'tirgan yosh polvonlarimiz bor, yosh kurash bilan, judo bilan shug'ullanayotgan yigitlar bor. Ularga qanday maslahat berasiz? Aynan o'tish yoshdagi 14 dan 17 yoshga to'lgan. Sport kurashni boshlagan polvonlarga demoqchisizda. Ha, mana o'zingizda ham bo'lgan bo'lsa kerak, odam sal aqlini tanigandan keyin ota-onasining gapiga quloq solmasa, qandaydir boshqa o'zini bilgan qoladi-ku shu yoshda. Agar ota-onasini aytganiga qilmasa 1-2 bo'lmay o'tib ketadi. Bu fakt. Men degan misol hozir
yoshlar ko'pincha tayyorroq hamma narsa tayyor bo'lishini xohlab qolgan. U endi xafa bo'lishmasin, hamma ham emas, ba'zilar. Ko'proq Shu ish qilib uni oxiri yo'q-da. Necha yil tayyor bo'ladi, ota-onasini davrida-da. Agar shu ota-onasini aytganiga qilmayaptimi, ertaga katta bo'ladi, ota-onasidan o'sha hozir ota-onasini aytganini qilmayotganlar. Yoshligida qilmayotganlar. Erta ota-onasidan ham davr o'tadi-da. Ota-onasining bir qadamiga zor bo'ladi. Bu bo'ldi. qanday tushuntirsam sizga? Mana hozir tayyor turibdimi, erta ota-onasi misol hozir bitta xato qilib qo'ysa, mana bu ishni qilma, mana bu ishni qil deydigan odamni topolmaydi. Qiyin. To'g'ri tomonini aytadigan odam topolmaydi. Chunki hammani dardi o'zi bilan. Hamma ham oxirigacha sizni olib o'tira olmaydi. Misol amakingiz bo'lsin, akangiz bo'lsin, bir maslahat beradi, ikki maslahat beradi. Qilmasangiz keyin baribir aytganimni qilmay ekan degan fikr o'tadi-yu, keyin shu gapni aytmay qo'yadi. Lekin ota-onangiz bunday emas. Siz qilmadingizmi, yana undan ham og'irroq gap bilan tushuntiradi. Yana qilmadingizmi, undan ham og'irroq gap bilan tushuntiradi. Baribir shuni qilishga majbur qilishadi. Agar o'shanda ham qilmagan bolalar bitta xor bo'ladi. U keskin gap. Mayli kimdir noto'g'ri tushunsin. Ota-onasini hozir aytganini qilmagan odam bitta xor bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. 18-19 yoshga kirganda juda qiynaladi. To'g'risida 14-15 yoshga qilmagan odam 18-19 umuman qilmaydi. Ertakarlar bor bir tupga kirgandan keyin chiqib ketish qiyin bo'ladi. Davrxon 2021-yil yoshlar forumi bo'lsa, unda prezidentimiz biza Qarshi davlat universitetiga delegatsiya borganmiz. Prezidentimiz xullas mard o'g'lon, kelajak universitetga shunday medallar topshiryapti-da. Biz Qashqadaryoda bir kishi oldida joydan-joy etmiz, keyin Bobur Qurbonov bo'ldi. Ikki kishi oldi. Nodir aka bilan. Bobur aka bilan. Bobur Qurbonov. Keyin ikkovimiz borgan. Boshqa nima qilmayapti, chiqmayapti. Yo'q, siz ro'yxatni noto'g'ri qilgansiz. Sport boshqa yo'nalishda ko'p borgandi. Imminni sport yo'nalishida faqat kelamiz dedik. Ikkalamiz. Faqat Bobur aka bilan kelamiz sport yo'nalishida dedik. Shunday ketib olyapsizlar. Bizda shunaqa faxr hissi uyg'onib ketgan, Qashqadaryoda baqirib yig'di. Bilsangiz, Botanka bog'ida bo'lgandi. Shunda siz nima his qilyapsiz? Sizni qo'lida mard o'g'lon unvonni medalni olgan. Nimani his qilaman shu? Biza hozir siz boya savol bermoqchi edingiz dedingiz-ku, Mirkomil Murodovga dedingiz. Bu kishi prosta eshitaman deb kirgandilar, men tog'am o'larlar. U kishi 2017-yilda prezidentimiz shu prezidentlik saylovda g'olib chiqib, prezident bo'lib saylanganlaridan keyin birinchi bo'lib tog'am uylariga borganlar. Borib, medal to'qib, qanday tushuntirsam, prezident bilan birinchi bizada uchrashgan, birinchi emas, endi uchrashgan odam tog'am bo'ladilar. Ko'zim bilan o'zim ko'rganim. O'sha vaqtda dadam bilan ham aytdilar-da, xola senga ham nasib qiladi shu tog'angdek prezidentlar bilan uchrashish degandilar. Nasib qildi. Xudo xolasa jiyanlarimizga nasib qilsin. Aka bu to'xtab qolmasin, bardavom bo'lsin. Shunday. Vaqt soat keldi, ota-onam ko'rishdilar. U faxr aka, bu qanday tushuntirsam sizga? Siz bilan butun davlat egasi-da, buni qaragan, oddiyroq qilib, oddiy inson tushunadigan tilga gapirsak, davlat egasida u kishi kelib, qo'l uzib berib, tabriklab, omad tilashlari boshqacha. Endi keyingi savolim,
tantanali kutib olish marosimlari bo'ladi. Har bitta sportchilar yetib kelganda. Sizda qanday taassurot uyg'otadi? Olimpiadanikini aytyapsiz. Ha, shunday. Olimpiadaniki aka eng asosiysi medalsiz qaytmaslikda. Bunaqa musobaqalar. Ha, Bilasizmi? U kutib oladi. Siz men chunki Osiyo o'yinlarida shunday bo'ldimda. Osiyo o'yinlari ham xuddi shunday kutib olish bo'lganda. Olimpiadaga bordim, kutib olishda xursand bo'lasiz. Ko'zingizga ko'rinmaydi, lekin orqada mag'lubiyatga uchraganlar aka ularni ichidan ko'p narsa uzilar ekanda. Chunki men Osiyo o'yinlarida shunday bo'lgandi. Yo'qda xato qildim, medalsiz qaytdim. O'sha yerda xuddiki bir ichimdan bir nima uzilganda hamma xursand, siz medalsiz. Boshqa narsa. Lekin agar shu g'alaba bilan kelsangiz faqat bayramda bu yog'i. Aytadi-ku, tizza bo'yi deydi, yo bo'yin-bo'yi yeb ichar bo'lib ketadi bu yoq. Uyingizga kirib to'g'rida olaman degunizcha, biz 2 oy tinim bilmaymiz. Yo'qqa chaqiradim, bayram tabrik, bu yoqqa chaqiradim, bayram tabrik. Hech kimga mag'lubiyat alamini tatishni tilamayman-da, chunki chet ellik raqiblarimiz yetlaganimiz bilan O'zbekistondan hamma borgan odam shu g'alaba bilan qaytsin. O'ziga musobaqalarga borib qatnashdi o'zi bitta katta gapda. Yo'q, shunday, lekin bu yerdan medal bilan qaytsangiz u boshqacha xursandchilik. Ha, u boshqacha. Mana oshnalarimiz bor-a. Aka, misol men o'shandan keyin ko'p mana bunday voy qilmayotgan bo'ldim, lekin baribir xursand bo'lsangiz baqirib, televideniya mana bo'ladi, muzika, boshqa o'yin kulgi qilasiz. Lekin bu yoqda yutqargan ichidan nima o'tayotganini his qilsangiz, shu o'g'aynim. Ko'nglim bunday o'tiribdi degan fikr o'tadi baribir. Lekin aka bunaqa kutib olish, bunaqa tantana, bunaqa taqdirlash dunyoni ko'p davlatdan so'ragan bo'lsa, faqat O'zbekistonda-da. Misol kuchli Amerika davlati deymiz, kuchli davlat, boy davlat deymiz, $13,000 pul beradi birinchi o'ringa. Endi O'zbekiston hisoblayvering aka. Bir oila oyoqqa turib ketadi. Misol agar qiynalib o'sgan oiladan chiqqanlar asosan bir oila oyoqqa turib ketadi. O'shaning orqasidan qarindoshlari, mana bu jiyanim, mana akam, mana ukam, mana o'g'lim, yo bu mana qo'shnim, qo'shniz bo'lsa, yo bu tumandoshingiz bo'lsa, tumandoshim, viloyatdoshim, bu mani vatandoshim deydi. Uni hozir qarang, xalqaro maydonda kurashsa yoki O'zbekiston sha'nini himoya har qanday sportchiga muxlislik qilaveradi, farqi yo'q. Yo'q, shunday, lekin mana g'alaba bilan aytgan odam aytasiz-ku, nimani his qildingiz deb. Bitta sizni g'alabangiz emas-da bu. Bitta sizni emas, sizni orqangizdan minglab odam mehnat qilgan. Misol uchun mani bir 100 ta qarindoshim bo'lsa, o'shani atrofiga o'tirgan 10 ta o'g'aynisi ham, har birini atrofiga o'tirgan 10 ta o'g'aynisi ham o'sha qarindoshim, amakimning o'g'li, amamning o'g'li, yo amakimning oldiga o'tirgan, yo tog'amning oldiga o'tirgan. O'shalar ham shularga qo'shilib balet qilgan. O'shalar atrofidagi yana 100 ta odam. Butun mamlakat balet qilgan. Sizni orqangizdan bitta siz tabrik eshitmaysiz. Sizni butun boshli o'g'aynilaringiz, qavm qarindoshlaringiz bunday g'urur ta'riflash juda qiyin emas. Mazali narsa-da. Mana shuning uchun olimpiadani keyingisiga to'xtagisi kelmaydi. Sababi siz harakat qilaverib hali yoshsiz. Yo'q, asalni yegandan keyin ertasi kuni bitta choy bilan yana ichay deysiz, keyin to'xta deysiz, yashiroq deysiz. Shundayda qorningiz ochsa yana deysiz. Shunday narsa-da. To'xtamaysiz. Buni mazasi juda boshqacha. Keyingi savolga o'taman. Sizni ilhomlantirgan o'zbek sportchilari kimlar? Rishod Sobirov aka.
Birinchi o'rinda. Bittada aytaman, Rishod Sobirov o'zbek sportining legendasi aka. 3 karra Olimpiada medal sohibi, 2 karra jahon Albatta. chempioni. Bizda Rishod aka boshlagan vaqtlar endi tetapoya qilib, shu Olimpiya zaxiralari kollejga kelgandik. O'sha bronza medalni qo'lga kiritganlar, Rishod Sobirov biza havas qilganmiz. Ha, O'zimiz o'zimlar intervyu qilmoqchi bo'lgan sportchilar ro'yxatida Rishod Sobirov ham bor. birinchi o'rinda. Ha, Eng birinchi o'rinda shu kishi. Keyin keyingilarni. Abduqodir Pirmatov milliy kurashda. Ha, Eshitgansiz-a? Ha, eshitganman. Abduqodir polvon haqiqiy Qashqadaryoning legenda polvonlaridan-da. Ha, shaxsan bizga. Hamma polvonni ham hurmat qilaman. Hamma polvonni ham. U kishining ta'riflarini Ha. ko'p eshitganman. Chunki Koson xalqi juda maqtab, hurmat qilib, boshqacha qiladi. Ta'riflaydi. Endi ulardan ham legenda bor, hamma sportchilardan ham legenda, hammaga ham shunday, o'zini otasi. Ha, endi Rishod akalar ham Ha, endi biz tinglab turganlarda savollar bo'lsa, beringizlar. Bemalol, agar kimni mikrofon yoqib qo'yaman hozir. Kimda savol bo'lsa bersin. Mahliyo, savolingiz bormi akangizga? Xo'p. Bo'lmasa shu yerda yakunlayveramiz agar bir soatdan yaqinlashib qolsa. Eng oxirgi savolimni o'zbek xalqiga bir og'iz tilagingiz bormi? To'g'rixon aka. Alo, To'g'rixon aka. To'g'rixon. Alo. To'g'rixon, mikrofoningizni yoqing. Xo'p, bo'lmasa bugungi suhbatimizni shu yerda tugatamiz. Hamma bizni tinglab turganlarga, vaqtini ayamaganlarga rahmat. Ayniqsa bu suhbatimizga tashkillashtirishga yordam bergan Mahliyo Karamotovaga rahmat. eshitilyaptimi aka? Ha, endi Uzilib qoldi. ha. Suhbatimizdan shu yerda yakunlasak bo'ladi. Bir soat yaqinlashib qoldi. Sizdan vaqtingizni oldik. O'zbekiston xalqiga bir og'iz tilagingiz bormi? Oxirgi. Bo'l, gapiravering. To'g'rixon, eshitmayapti to'g'ri.
Alo, Davurxon ish qilyapsizmi? Zaryapmi? Evet. To'g'ri, shu yerda chat tugataveramiz. Davurxonga juda katta rahmat. Juda suhbatlashib, fikrlarni eshitib juda mazza qildik. Hammaga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Chatni o'chiraman. Shokir aka, savolingiz bormi? Savolim yo'q, tilaklarim bor. Eshitamiz aka. Shu jiyanlarni hammasiga doim omad kulib boqsin. Jiyanimizni jiyani ham polvonlar bo'lsin. Biza har doim faxrlanib yuraylik. Niyatim shu. Ha, rahmat sizga. Shunday bo'lsa. O'g'linglar hammalaringiz. Rahmat. Rahmat Shavkat aka katta. Hozir kirdim mana. Ha, normal. Haytari savol bormi? Yo'q Aka, aka, sizga bir gap aytaymi? Mana shu Ha, hozir aytaman. kirib o'tirishdi Shavkat akamlar boya kirib ketishdi. Kirib chiqib ketishdi, tog'amlar, akimlar hammasi kirib chiqib ketishdi. Avvalambor ota-onamga katta rahmat aytaman. O'sha qavm qarindoshlarimga. Ha, shunday. Misol shu jamoadoshlarimga, tumandoshlarimga, butun boshli bizlarni hurmat qilib kuzatayotganlarga rahmat aytib qolaman. Shu duo qilib turishibdi. Shunisi uchun katta rahmat. Xudo xohlasa bundan buyog'iga O'zbekiston bayrog'ini balandlay ko'tarishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Inshaalloh mana hozir 10 kundan keyin jahon chempionatimiz. Omad Alloh tilayman. nasib qilsa oltin keladi. Ha, nasib oltin. Davurxon Davurxon aka, sizga katta rahmat. Marka Juda mazza Jalilovning qildim. mana shu yerda bitta gapi esimga tushib ketdi aka, o'zir gapingiz bo'ldi. Ha, gapiring. Sportchi faqat sportchi bo'lish kerak emas, kitob o'qigan sportchi deganda. Haqiqatdan ham aka bir qandaydir dunyo qarashingiz, olimpiada, mana shunday o'zimizda oddiy mana polvonlar ham bunday chiroyli sport bo'lgan yo'q hali. Bunday anoyi emas. Haqiqatdan ham bir tarbiya, Zo'r hisoblayman. yo'llaringiz haqiqatdan zo'r. Tanib berish kerak aka. Qoyil qoldim. Rahmat katta. O'zi ko'p kitob o'qigan Yoshlarlarimizga omad tilayman. Hozir mana ko'p kuzatyapman. Eng va bitta Qashqadaryoni aytmayman. Endi legendalarimizdan tashqari bu Fazliddin aka, Sherali akalardan tashqari, chunki ular afsona bo'lishdi. Chunki ular amaldagi afsona, ular harflash shart emas, ha, ular qilib bo'lishgan. Hozir omad tiladik deganim, Zohid hozir butun dunyoga o'zini ko'rsatyapti-da. Zohid polvon. Keyin o'zimizda hozir mana yosh o'sib kelyapti va o'zini ko'rsatyapti. Kurashchilardan, davra kurashchilardan musobaqani polvonlariga ham omad. Hozir sizniki asosan kurash bo'yicha-ku yo'nalishingiz. Shuning uchun kurashchilar haqida aytmoqchi bo'lgandim. Kurashi judo. Shohjahon polvon bor. Jizzaxdan. Jizzaxlik. Ha, shunday. Keyin o'zimizni hozir haqiqiy yorib chiqyapti. Hozir bo'ya aytdim men. Esimdan ham chiqdi. Bektemir. Ha. Men nima uchun bu uchalasiga havas qildim, kurashishga juda qiziqib qoldim. Ular mana necha olishaman demaydi-da aka. Men misol chiqaman, joyi keladi. Har bir sportchiga ham bo'lishi mumkin. Ichida necha bo'lsa ham shu davraga orimni olib ketay deydi-ku, misol yiqilmay ketay. Lekin ular xalq uchun olishadigan polvonda, xalq ko'nglidan joy olib bo'lgan bular. Ular yiqilaman, yiqitaman yo zotda olib ketay degan fikr yo'q polvonlarda.
Ya bunday polvonlar ko'p. Ko'p, lekin qanaqa Ha. qanday tushuntirsam sizga? Men Braskovniy demoqchiman-da. Faqat Ha. Brasovga bor bular. Har bir Ha. kurashida Brasovga bor-da. Misol hozir Qonka polvon ham zo'r ketyapti. Hamma polvonlarimiz zo'r. Men Arslon aytmoqchi Tojiyev haqida nima deya olasiz, endi Davron aka? Arslon Tojiyev oshnam u haqiqiy Haqiqiy yorib yigit. ko'rsatib berdi Qashqadaryoga nima deydi. Men o'rta besda действительно kuchliligini qo'yib bildi. O'zbekiston bo'yicha ham, Osiyo bo'yicha ham hozir Xudo xolasa Olimpiadaga ham inshaalloh shu ketadi degan ayol bilan o'tiraman. 80 Rostdan ham havas qiladigan yigitmisan, yigit-da. Aqlli bir Shunday. o'zini bosib olgan yigit. Shunday. Muzaffarbek To'rabov O'zbekiston sportchilarini sanayman desangiz ertalabgacha ketadi. Keyin Shunday. o'sib keladigan va mana bu to'ychilarga masalan to'y kurashchilarni ham hammani o'zini havas qiladiganini biladi-ku. Men havas qilib, maza qilib masalan o'tirib kurashni ko'rsa dam oladigan polvonlar mana shu Bektemir. Keyin shu Shohjahon Zohidni kurashiga masalan chiqadi, yo yiqitadi, yo yiqiladi. Misol xalq uchun olishadi demoqchiman-da. Nima deydi? Oxirigacha olib keladi, halolgacha. Ha, shunday Endi qolgan mana Botir polvon bor, Qonka polvon bor o'zimizda. Ha, Surxondaryodan bor. ular aka men sizga aytaman, O'zbekiston o'z polvonni sanayman desangiz, ertalabgacha vaqt yetmaydi. Siz bilamaysiz. Men sizga bu aytdim, afsonalar bor Samakada. Ular legendaga. Abdulla akalar. Lekin hammani o'zini yo'qtiradigan polvonlar bo'ladi. To'y kurashda demoqchiman. Musobaqada Muzaffar bor, Islom bor o'zimizda, Shohruh, qaysi birini sanay? Minglab polvonlar. Men ertalabgacha sanaysiz. Sizlar hozir boya aytganimga to'y kurash deganimni maza qilib ko'radigan uchalasiga yaxshi maza qilaman. Ziyo polvon bor hozir. Ha, Keyin davrani eng zo'r polvonlardan bo'lgan Farruh akalar ham 5 yillik tonisangiz. Ha, taniyman. Qarshi Farruh akalar yaxshi olishgan. Zo'r olishgan vaqtiga. Zo'r. Bizada shu kecha kunduzgacha Nurullo aka, Jamshid akalar bor Kosonda. Polvon ko'p aka, ertalabgacha eslaysiz. Lekin boya aytganimda o'zim havas qilib katta bo'lganlarim shu Rishot aka, Abduqodir akalar, ular dadam pakalanalari Abduqodir akalar, Toshtemir Muhammadiy, Sherali Mahmarasulov, Vaqtimqulov polvon, Olmosam aka, Tag'anam akalar, o'sgan bo'lsangiz. Asaldan oldishirin deydi. Shunday sohilga ketib, ha, sizni suhbatlashishda maza qildik. Hali bunday siz podkastdan o'tmagandi. Juda keyin fikrlab ana ancha o'tkazdik. Keyin katta rahmat vaqtingizni ayirgan uchun. Yana bir tashkillashtiramiz orada. Jahon chempionatidan ishlaringizga rivoj, shu duo qilib turinglar. Ha, duodan. Salomat. Rahmat. Xatni o'chiraman. Mazkur YouTube kanaliga qo'yamiz. Mayli akajon, ishlaringizga rivoj. Noto'g'ri gapirganimiz ham uzr. Yo'q. Charchamang. Qani noto'g'ri gapirib, to'g'ri gapiring. Ishlaringizga rivoj aka, charchamang. Ha.